Assalomu alaykum. Namangan Taxta 2025 kuzatuvchilari. Bugun hafta kuniga juma. Inshaalloh juma ayyom muborakli bo'lsin hammamizga. Xudo xolasa yangi videolarni endi qo'yib o'tamiz. Ozgina sabablarga ko'ra video olmadik. Xudo xolasa yangi tovarlarimiz kelgan. Xudo xolasa video olganmiz. Xudo xolasa qo'yamiz. Narx-navosi inshaalloh cho'tki narxlarda qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqsani bo'ladi. Past raqamimizni qoldirib qo'yganmiz. Xudo xolasa videomiz foydali va manfaatli bo'ladi inshaalloh. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'ladi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, videomizni ko'rib boringlar. Xudo xolasa kamchiliklarimiz bo'lsa, uzr so'raymiz. Kamchiliklarimizni kommentariyada yozib ketsanglar, xudo xolasa manfaatli va foydali bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa kamchiliklarimizni bundan keyin videolarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz akalar. Like bosib esdan chiqmasin jigarlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, videoni ko'rib o'tamiz. Assalomu alaykum. Namangan Taxta 2025 kuzatuvchilari. Bugun hafta kuniga juma inshaalloh, juma ayyom qutli va muborakli bo'lsin hammamizga. Xudo xolasa yangi tovarlarimiz kelgan. Xudo xolasa narx-navos bilan tanishtirib o'tamiz inshaalloh. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa narx-navosini yengil qilib tanishtirish o'tishga harakat qilamiz akalar. Kamchiliklarimiz bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'ysanglar, xudo xolasa bundan keyingi videolarimizda aybimizni yo'qotishga harakat qilamiz, xudo xolasa kamchiliklarimizni. Xudo xolasa inshaalloh vaqt video davomida ko'rib o'tasizlar. Xudo xolasa strafellik, pollik, lagalik, rekalik hamma narsani narx-navosini tanishtirib o'tamiz inshaalloh akalar. Mana qalinroq pol so'ragan aka-ukalarimizga xudo xolasa shirinasi 11,5, qalinlar 28, uzunligi 4 metrlik holatlar ideal holatda. Taxtamiz sasna materialdan tayyorlangan. Ideal holatda, katta ko'z, eshak butog'i yo'q. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar 65 ming so'mdan donasi. Qalinligi 28. Bag' 11,2 deyiladi, 11,5 gacha ko'rsatadi. Endi real razmerlarni aytamiz. 65 ming so'mdan har qancha zakaz bersani bor. Xudo xolasa, uzunligi 4 metrlik. Keyingi taxtalarimiz lagalik bo'ladi. 14 ga, qalinligi 5 lik. Bu materialimiz sasna materiali bo'ladi. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Holatlari shunday holatda cho'tki bo'ladi, xudo xolasa. Katta ko'z, eshak butog'i yo'q. Uzunligi 4 metrlik balka lagaga olishyapti. Buni narxiga keladigan bo'lsa, akalar 110 ming so'm qilib beramiz. 14, qalinligi 5. 5 chiqmaydi, 47, 48 chiqadi. Xudo xolasa chiroyli holatda. Buni materiali sasna materiali bo'ladi. O'zi buni mana razmerdagi listvenitsasini ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Xudo xolasa video davomida chiroyli narxlarda qilib beramiz inshaalloh. Mana aytgan listvenitsamiz 14 ga, qalinligi 47. Uzunligi 4 metrlik. 15 ga 5 deb aytiladi bozorda emasda. Holatlar ideal holatda. Uzunligi 4 metrlik. Tilimiz ham o'ta akkuratli holatda. Buni narxiga keladigan bo'lsa, akalar 122 ming so'm qilib beramiz. Listvenitsa, lager, balkaga olishyapti akalar. 122 ming so'mdan qilib beramiz. Mana bu yoqda katta assortimentda strafellarimiz kelgan, o'ta sifatli, o'ta cho'tki holatda. Ob'yom katta, xudo xolasa razmerlarimiz cheklangan miqdorda bor. Shirinasini eslatib o'tamiz. 14, qalinligi 34 bo'ladi. 14 ga 3,5 deb aytiladi. Uzunligi 4 metrlik, 100% sasna bo'ladi. Abzol, garbil, defekt yo'q. Holatlarni ko'rib o'tamiz, xudo xolasa. Kamchiliklarimiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketsanglar, xudo xolasa xursand bo'lib qolamiz. Kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz akalar. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 78 ming so'mdan qilib beraman. Bitta xudo xolasa defekt bo'lmaydi taxtada. 100% to'rqirra bo'ladi, cho'tki narsa bo'ladi. Xudo xolasa, endi bu yoqda ham strafellarimiz bor. 9 lik budjetli variantda. 9 ga, qalinligi 34 bo'ladi. Uzunligi 4 metrlik. Arzonroq variantga murlat, strafellardan kichikroq tomlarga ishlatsa bo'laveradi. Bu narxiga keladigan bo'lsa 48 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik. 48 ming so'mdan. O'ta katta ob'yomda bor.
bemalol aloqa chiqsani bo'laveradi. Holatlar istarlarimiz o'ta chiroyli, tilinishi ham o'ta akkuratniy holatda. Mana bu yoqdagisi 10,5 ga 3,5. Uzunligi 4 metrlik. Katta razmerlar serob. 10,5 ga 3,5 bu narxga keladigan bo'lsa 56 ming so'mdan qilib beramiz akalar. 56 ming so'm esda qolsin. Xohlasa cheklanmagan miqdorda bor, bemalol aloqaga chiqsani bo'laveradi akalarim. Bu yoqda lapshiligimiz bor. Tunukantaga 10 ga qalinlik 2, uzunligi 4 metrlik. Narxiga keladigan bo'lsa akalar 33 ming so'mdan qilib beramiz. 10 ga 2. Cheklanmagan miqdorda bor, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bu shipper ekamiz bo'ladi akalar. 5 ga 4 deb aytiladi. Holatlar ko'rsizlar, katta ko'zi yo'q. 2 qatorli doneli bo'ladi. Lubo pachkani yechib berilaveradi. 47 ga 34 bo'ladi, uzunligi 4 metrlik. 5 ga 4 deb aytiladi, bozorda emasda. Bu narxga keladigan bo'lsa akalar 6,5 ming so'm. Razmer 4 metrligi bor, 6 metrlik farqi yo'q. Holatlarni ko'rsizlar, o'ta chotki holatda. Bu yoqdagisi 6 ga 4 deb aytiladi. Chiqadigan razmer 5,5 ga 3,5, uzunligi 6 metrlik. Baqvatro reyka so'ragan ukalarimizga bu narxga keladigan bo'lsa akalar 8500 so'mdan qilib beramiz. 2 qatorli 6 donadan bog'langan, birorta defekt, abzor, garbil bo'lmaydi, xudo xolasa. Bunimiz budjetni Turkentekga ham ishlatsa bo'ladi, Chorniy Vassiga ham ishlatsa bo'ladi. 15 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol nima qilaverasizlar. 10 metrlik tarafligimiz bo'ladi. 10,5 ga qalinlik 3,5, 14 ga 3,5 deb aytiladi bozorda emasda, mana holatlari. Holatlar taxtamizda. Mana shunaqa holatda bilan katta ko'zi yo'q. Bu narxga keladigan bo'lsa 115 ming so'mdan qilib beramiz. Cheklanmagan miqdorda bor, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bunimiz 12 bozorda emas, 12 ga 4 deb aytiladi, 11 ga 3,5 bo'ladi, uzunligi 6 metrlik. Belyar degan zavod bu taxtasi bo'ladi. Bu narxga keladigan bo'lsa 93 ming so'm, 93 ming so'm. Uzr. O'zgina hayajon bor, 93 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol aloqa chiqsani bo'ladi. Bu straflarimiz budjetli variant 6 metrligi 9 ga 3,5 bo'ladi, uzunligi 6 metrlik bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa 76 ming so'mdan qilib beramiz. Yana bitta balkaligimiz bor, 15 ga qalinligi 4, uzunligi 4 metrlik lestvak lageligimiz bo'ladi. Buni narxi keladigan bo'lsa 110 ming so'mdan qilib beramiz jigarlar. Bemalol aloqaga chiqsani, xudo xolasa xursand bo'lamiz. Abrishotganmiz qulayli varianti 7 ga qalinligi 21-22, uzunligi 4 metrlik 22 ming so'mdan qilib beramiz. Nimaga degan savolga abzoli bor taxtamizda. Uzunligi 4 metrlik eslatib o'tamiz. Gipsokardon reykamiz 5 ga 2, holatlar ideal holatda. 5 ga qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Metrga keladi 4300 so'mdan qilib beramiz. Jigarlar, 4300 so'mdan. Strafligimiz yana bitta pachkamiz o'ta chiroyli holatda strafligimiz kelgan. Holatlarni ko'ramiz. 11 pilisovoy, qalinligi 34, uzunligi 4 metrlik. Bu narxga keladigan bo'lsa 62 ming so'm qilib beramiz. Donasi 62 ming so'm. Birorta abzol, garbil, defekt bo'lmaydi. To'rt qirra bo'ladi. Bunimiz Tunukentek Abrishotga o'ta chiroyli, o'ta akkuratniy holatda to'rt qirra bo'ladi. Shirinamiz 8, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Bu narxiga keladigan bo'lsa 27 ming so'mdan qilib beramiz. Ozmos kelishadigan joyi bor.